Xullas, hozir sizlarga o'zim hayotimda bo'layotgan bitta istoriya haqida gapirib beraman. Men ajrashganman, 35 yoshdaman, 3 ta farzandim bor. Hech kimni tegmayman. Uyimga fitnessga boraman, ishga boraman, qaytaman. Restoranlarda qilib tutib o'tiradigan odatim yo'q. Вообще hozircha turmush qurish niyatim ham yo'q. Allohdan bo'lsa, uchraydi. Я, короче, ни в поиске не заинтересованная, deb. Xullas, bitta bolacha atrofimda o'ralashib yuribdi, o'zimdan 2 yosh kichkina. Men senga uylanmoqchiman. Seni 3 ta farzanding borligiga qaramasdan, men senga uylanmoqchiman. Faqat meni pulim yo'q. Хорошо, dedim. Okey. Bu muzika bir Mozart asariga o'xshaydi-da, bir bilmadim. Eshitgan saringiz boru, qanaqadir anu transga tushib qolasiz-da. Просто okey. Mani rasxodlarimni, mani farzandimning rasxodlarini sen menga uylansang kim qiladi desam, to'xtab tur, sabr qil deyapti. То есть bola tug'il bo'lgan. Bola konkretni yeydi, ichadi, o'qishiga boradi, konkretni odam. Buni menga uylanmoqchi. Menga rolik jo'natyapti. Ayol kishi sabr qilish kerak. Ayol kishi sabr qilsa, erkak kishi oyoqqa ko'tarilib, erkak kishi u ayol kishini oyog'iga guldan dasta qilib to'kib qo'yarmish. Azizlarim, men 35 yoshdaman, men ajrashganman va men bekorga ajrashmaganman. Azizlarim, men aynan o'zimning tipimdagi ayollarga gapirmoqchiman va meni hayotimni tatib ko'rgan insonlar bilan gaplashmoqchiman. Azizlarim, bizani oyog'imizni tagiga faqat ko'z yoshi poyandoz qiladi. Unaqa erkaklar. Chunki men uyi yo'q, puli yo'q, mashinasi yo'q, ishi yo'q insonga turmushga chiqqanman. Вот честно, клянусь. 3 yil bomsh bo'lib yashaganman. Kvartiradan kvartiraga ko'chib, smetana bilan ro'tindan boshqa narsa ko'rmaganman. Meni yeb ichishimni ko'rgan odam hozir bu yurishimga oldin yuruvdilar-ku. Sassiqxon deydi, например-da. Umuman eshigimni arendachi taqiladi kelsa pul yo'q edi. Men o'shanaqa inson bilan ko'tarilganman. Lekin u insonni puli ko'payganida Rolton, smetana, yomon hayotdan qanaqa kechilgan bo'lsa, mendan ham xuddi shunaqa kechilgan, понимаете? Bir tiyinga aylanganman. Tiyin 0. O'zing aybdorsan deyishinglar mumkin. Da, men aybdorman. Unaqa insonlarni tanlamaslik kerak. Men u insonni tanlab, со мной можно deganman. Можно со мной smetanu есть, можно со мной Rolton есть. Men mana shunaqa bich hayotga qo'nib ketaveraman. Menda уровень yo'q deganman men. Shu narsaga qo'nganimda. Ko'malaring. Normalniy mujik puli yo'qligida uylanaman, siz bolalaringiz bilan olaman qilmaydi. Boradi-da, ishlaydi, bir ikkisini topadi-da, keyin g'urur bilan mujik bo'lib, normal